tabiat uyg'onishi va ruhiy poklanish ramzi bo'lgan mana shunday qutlug' ayyomlar bilan sizlarni ko'p millatli butun xalqimizni chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Avvalambor barchangizni ushbu shunday chiroyli bayramni chin qalbimdan tabriklayman. Bilasizlarmi, mana hozir tahlikali zamonda bir narsani bilishni juda ham xohlardik. Judayam qiyin shunaqa tinchlik, shunaqa chiroyli muvozanat ushlab turish uchun. Shunday ekan, shu tinchligimizni baholab, tinchligimiz qadriga yetib, bayramni xursand bo'lib yurishni juda ham xohlayman. Hammalarni yana bir bor bayramdan tabriklayman. Sog' bo'linglar.